Assalomu alaykum. Yana navbatdagi darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda sxemamizda tok qanday oqadi, nima ishlar bajaradi, shuni to'lig'icha ko'rib chiqamiz. Ko'pchiligimiz deyarli radio detallari bilan tanishib chiqqanmiz. Tushunamiz, lekin bu radio detallar orqali sxemamizda tok qanday harakatlanishini tasavvur qilib ko'rmaganmiz. Elektronikani endi o'rganayotganlarimiz bor. Nafaqat sxema bo'yicha birorta platani yig'ishtirib, platada zanjirimizda tok oqish jarayonini ham, ya'ni qanday qilib oqadi sxemada tushunishimiz kerak. Umuman olganda istalgan murakkab elektron sxemalar ham, qurilmalar ham alohida bir qismlardan tashkil topgan bo'ladi. Yaxshilab sxemani agar ko'radigan bo'lsak. Shuning uchun sxemani birinchi navbatda tushunib olishimiz uchun har bitta o'sha blokini vazifasini biz bilib olishimiz kerak. Mayda detallarigacha o'rganishimiz kerak. Shundagina sxemaga bir 4 ta 5 ta sxemani ko'rib chiqqandan keyin bemalol istalgan sxemaga ham tushunadigan bo'lamiz. Bu sxemani tanlashimdan maqsad ko'pgina o'sha bloklarga bo'linganligi bor, ya'ni bloklarni alohida o'rganib chiqamiz dedik-ku. Shuning uchun o'zgarmas tok ta'minlash manbaini oldim. Chiqish kuchlanishi undan 12 voltgacha va maksimal 1,5 ampergacha bo'lgan ta'minlash manbaini ishlashini tanishib chiqamiz, sxemasi bilan tanishib chiqamiz. Bu sxemamiz oldin 90-yillargacha bo'lgan kitoblarimizda, jurnallarimizda juda ham ko'p uchragan. Hozir endi bu sxemadan o'rniga stabilizatorlarimiz o'rniga LM317 lar chiqib ketdi, kuchlanish stabilizatorlar, ya'ni mikrosxemali platalarga o'tib ketib qoldik. Lekin bu platamizni ham hozir ham ko'pchiligimiz yasab ko'radi. Radio havaskorlar deyarli bu sxemani yig'ib ko'rgan, o'zim ham yig'ib ko'rganman bu sxemani. Demak, quyidagi nimalardan tashkil topgan bloklardan. Birinchi bo'lib kuchlanishni pasaytiradigan blogimiz, ya'ni transformatorimiz pasaytirib beradi. Transformatorimizdan keyin piramidal deymiz, ruschasi, o'zbekchasi ham ishlatamiz. To'g'rilagich sxemamiz, diodli most deymiz. Diodli mostda kuchlanimiz o'zgarmas tokka aylantiriladi. O'zgarmas tokdan keyin endi bu tarafimiz mana bu qarshilik, diodimiz, tranzistorimiz uchalasi bo'lib turib, endi bu qisqa tutashuvdan himoya qiladigan blokimiz bo'ladi. Sxemani yaxshiroq tushunib olishlaring uchun mana bu qizil rangda bo'yab qo'ydim mana. Mana shu qizil rangda bo'yab qo'ygan joyim, ya'ni uzelimiz xuddi shu qisqa tutashuvdan himoya qiladigan uzelimiz hisoblanadi. Keyin mana bu qarshiligimiz, stabilitronimiz va o'zgaruvchan qarshiligimiz, bu stabilizatsiya qiladigan bo'limimiz, ya'ni kuchlanishimizda bizda chiqishdagi kuchlanishimizni xuddi shu mana shu blokimiz stabilizatsiya qilib beradi. Oxirgisi kuchaytirgich blokimiz. Nimaga nimani tanladim deyapman? Mana kuchaytirgich sxemalar bilan oldin biz tanishib chiqqanmiz, stabilitron bilan tanishib chiqqanmiz, tranzistorlarni ishlashlari bilan tanishib chiqqanmiz, diod bilan tanishdik, kondensator bilan, alohida transformatorda o'tib chiqdik, diodli mostda o'tib chiqdik. Demak, boshlaymiz sxemani ishlashini. Tokimiz yuqori potensialdan o'sha kuchlanishimiz past potensialga qarab oqib ketadi. 220 volt tarmog'imizga XP1 orqali, ya'ni vilkasini ulaganimizda ta'minlash manbaini FU1 saqlagichimiz orqali va S1 tumblormi ulagichimiz orqali transformatorimizni birlamchi chulg'amiga 220 volt keladi. Transformatorimiz ikkilamchi chulg'amida 14 voltdan 17 voltgacha, endi bizdagi transformatorga qaraymiz. Shunaqa 14 dan o'rtacha 17 voltgacha bo'lishi kerak, pasaytirib beradi. Transformatorda pasaygan kuchlanishimiz diodli mostga keladi. Diodli mostimizda endi bu o'zgarmas tokka aylanadi. Ya'ni mana bu joyimizdan o'zgaruvchan kiryapti. Mana bu joydan o'zgaruvchan, mana transformatordan chiqib kirdi. Endi mana bu joyimizdan ham o'zgaruvchan kiradi. Endi diodli mostimizning mana bu yeridan plyusimiz chiqadi. Ya'ni mana bu joyimiz plyusni belgilab qo'yamiz. Mana plyus ketdi. Mana bu yerimizda minusni belgilab qo'yamiz. Diodli mostdan chiqqandan keyin S1 kondensatorimiz orqali pulsatsiyani kamaytiradi, ya'ni tekislab beradi. Buni ham tushuntirib ketaveray. Ya'ni vaqt bo'yicha buni o'zimiz kuchlanish deylik. Kuchlanishimiz diodli mostdan chiqqandan keyin mana bu shaklda bo'ladi, harakatlanadi. Endi mana 12 volt deylik, mana balandligini 12 volt. Endi mana shu hozir shu turishga
blok pitaniya qilib ishlatadigan bo'lsak, kuchaytirgichlarimizda yoki radiopriyomniklarimizda dinamikida shovqin, ya'ni shum hosil bo'ladi. Ya'ni chiqishdagi bir tekislasda, ya'ni impuls bilan ketyapti, ya'ni pulsatsiya bilan ketyapti tokimiz. Xuddi shu pulsatsiyani kamaytirish uchun mana bu kondensator qo'yilgan. Kondensator qo'yilgandan keyin sxemamiz quyidagi ko'rinishga keladi. Ya'ni mana bu kondensator filtr vazifasini, tekislash vazifasini bajaradi-yu. Kuchlanishni o'zida olib qolib, sxemaga yana kuchlanishni qaytib beradi. Kuchlanishimiz eng yuqori darajaga yetganda kondensatorimiz to'yim bo'ladi. Pastga turgan paytda mana bu joyda kondensatorimiz sxemaga o'zini nimasini beradi, zaryadini. Shuning uchun endi mana bu sxemamiz mana bu ko'rinishga kelib qoladi. Ya'ni to'lqinsimon. Mana bu joylarimizni olib tashlab turib, mana bu joylarimizni to'ldirib yuboradi. Shuning uchun mana kondensatorimiz qancha katta qo'yadigan bo'lsak, shunchalik tekislanib ketaveradi. Boringki, mana to'g'ri tizimli bo'lib qoladi. Ya'ni chiqish kuchlanishimiz tekislanadi. O'zi mana shu yerigacha blok pitaniya hisoblanadi. Ko'pincha blok pitaniyalar agar biz o'zgarmas 12 volt o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu sxemani o'zidan foydalanamiz. Endi biz shu yergacha o'rganib chiqqanmiz. Endi bundan bu tarafini o'rganib chiqamiz hozir. Keyingisi qarshilik, diod va tranzistordan tashkil topgan blokimiz, qisqa tutashuvdan himoya qiladigan blokimiz hozir bu nimada ishlamaydi. Nimaga desak, plyusimiz kelyapti, keldi. Diodimizdan o'tadi plyus bu tarafga qarab. Endi to'g'riga o'tib ketaman desa, 10 kilo ohm qarshiligimiz bor. Sizlarga hozir uzoq bo'lib qolay turgan bo'lishi mumkin. Men kelinglar, ekranimni yana ham yaqinroq turib, yaxshiroq ko'rinadigan qilib olaman. To'xtatib turaman videoni. Davom etamiz. Demak, ta'minlash manbaidan plyusimiz keldi. Mana bu diodimizni anodidan bu tarafga qarab o'tadi, lekin to'g'riga o'tib keta olmaydi. Mana bu yerda qarshiligimiz turibdi 10 kilo ohmlik. Endi tranzistorni ochay desa, tranzistorni ocholmaydi. Nimaga desak, tranzistorimizni emittirdi, mana strelkasi ichkariga qarab turibdi. Bu tranzistorimiz tipini yozib ketay. PNP tipdagi tranzistor hisoblanadi. PNP tipdagi tranzistorlarimizda mana o'rtasi minus bo'ladi. Shuning uchun bazamizga minus kelganda keyin ochiladi. Yozib ketaveray. Xuddi turish uchun minus bo'lishi kerak. Minus bo'lgandagina tranzistorimiz ochiladi. Mana bu yerdan plus impuls berganligimiz uchun tranzistorimiz ochilmadi. Demak, bu blokimiz hozir bizga ishlamaydi. Bu keyin kerak bo'ladi qisqa tutashuv bo'lganda. Demak, ketdik yana. Plyusimiz ketyapti. Endi stabilitronga keldi. Stabilitronimiz bilamiz, sxemaga teskari ulanadi. Stabilitronimizdan masalan 12, endi sxemada necha ekan? D814 da ekan. D814 qaraganim yo'q, necha volt ekan? Balkim 12-13 volt bo'lishi mumkin. 12 volt deylik. 12 voltdan ortig'ini tashlab yuboradi. Mana aytimizda 14 volt dedigu transformatorimizda. 14 voltda endi 2 voltni stabilitronimiz tashlab yuboradi. 12 volt qilib stabil qilib bizga chiqishdagi kuchlanishimizni ta'minlab beradi. Ya'ni 14 voltimiz kela turgan bo'lsa, stabilitron 2 voltimizni tashlab yubordi. Ya'ni o'sha qarshilik bilan o'rtada yo'q qildi. Ya'ni stabilitronimiz ishlash shunaqa, ortiqcha nimani kuchlanishni tashlab yuboradi. Endi mana bu o'zgaruvchan qarshiligimiz bizga chiqishdagi kuchlanishimizni rostlab beradi. Ya'ni 0 dan 12 voltgacha o'zgarishini xuddi shu qarshiligimiz bizga ta'minlab beradi. Qarshiligimiz agar 4.7 kilo ohm bo'lib, eng baland chegarasiga chiqqan deylik, 4.7 kilo ohm bo'lib turganda mana bu tranzistorimiz berkib turadi. Qarshiligimizdan o'tgan yo'qda tranzistorimiz, bu tranzistorimizdan mana strelkasi emitter ichkariga qarab turibdi. Bunga ham manfiy impuls kelish kerak. Lekin bu qarshiligimizdan o'tgan yo'q. Tranzistor berkib turibdi. Chiqishdagi mos ravishda bu tranzistorimiz ochiladigan bo'lsa, bundan o'tgandan keyin mana bu ikkinchi tranzistorimiz ham ochilishi kerak. Shuning uchun agar bu qarshilikdan tokimiz o'tmaydigan bo'lsa, u ikkala tranzistor berkib turadi. Bu tranzistorimizning bazasiga impuls kelmagandan keyin mana bu yerda kollektor emitter o'tishida qarshiligi yuqori bo'ladi. Ya'ni tokimizni o'tkazmayapti. Chunki mana bu yerdan impulsimiz kelsa, qanchalik ko'proq impuls bergan sarimiz chiqishdagi kuchlanishimiz borgan sari oshib boraveradi. Shuning uchun endi bunga manfiy impulsimiz qarshiligimiz orqali kelyapti, keldi. Ya'ni qarshiligini ozaytiradigan bo'lsa, ya'ni nimasini pastga tushiradigan bo'lsa, buradigan joyimizda, ya'ni o'zgaruvchan qarshiligimizda tranzistorimizni bazasiga manfiy impuls keladi va tranzistorimiz ochilishni boshlaydi. Ya'ni mos ravishda bu ikkinchi tranzistorimizni bazasiga impuls keladi va bu chiqishimizdagi kollektor emitter o'tishda borgan sari ochilib turib, chiqish kuchlanishimizni bir xilda ushlab beradi. Nima uchun kuchaytirgich sxemasi tanlangan? Ya'ni agar bu ikkita tranzistorimiz bo'lmaydigan bo'lsa,
amperni stabil ushlab berib tura olmaydi. Masalan, yarim amper bo'lsa, kichkinaroq narsa ulasangiz, o'zi 100 milliamper ulasangiz ishlab turadi. Agar siz 100 milliamper o'rniga 200 milliamper ulab qo'yadigan bo'lsangiz, blok platanangiz o'tirib qoladi. Shuning uchun mana unisida umumiy baza, bunisida umumiy kollektor sxemasi orqali kuchaytirgich sxemasini yiqqan. Ya'ni chiqishdagi tokimiz tushib ketmasligi uchun. Endi chiqishda yana milliamper metrda qo'yib qo'ydi. Billa ishlaydigan qarshiligi. Mana bu qarshiligimiz nagruska vazifasini bajarib beradi. Chunki nagruska bo'lmasa sxemada zanjirimizda tok oqmaydi-yu. Amper metr masalan hech narsa ulanmagan paytida ko'rsatish uchun mana qarshilik nagruskani ham qo'yib ketgan ekan. Sxemani mana ishlashini tushunib oldik. Chiqish plyusimiz kelyapti, minusimizni tranzistorimiz orqali boshqaryapmiz. Endi qisqa tutashuv bo'lgan vaqtda, qisqa tutashuv bo'ldi deylik, mana bu plyus mana unga tegib qoldi. Tegib qolgandan keyin endi mana bu yerdan bu tarafga qarab plyusimiz keladi. Tranzistorimiz mana bu yerga keldi. Mana bu yerdan minus impulsimiz tranzistorimizni ochib beradi va tranzistorimiz mos ravishda stabilitronni bu tarafidan endi nima qilishni boshlaydi. Ya'ni qisqa tutashuv tokimiz stabilitronni bu tarafdan ezib qo'ygandan keyin endi plyusimiz keldi-da, emitter kollektor o'tishi bo'ldi. Emitter kollektor bundaqasiga o'tgandan keyin mana yerda musbat impuls paydo bo'lib turib, tranzistorni bekitib qo'yadi. Endi bu tokimizda harakati sekundiga 300 ming kilometr. Endi biz ko'z ochib yumguncha bo'ladigan narsa. Shu ko'z ochib yumguncha qisqa tutashuv bo'lgan vaqtda tranzistor bir zimda mana bu tranzistorimiz bekildi. Ya'ni musbat impuls kelgandan keyin bu tranzistor bekildimi? Mos ravishda bu ikkinchi tranzistorimizdan bekiladi. Mana bu yerda kollektor emitter o'tishimizni qarshiligi oshib ketadi. Ya'ni tranzistor bekib bo'lgandan keyin mana uzilib qo'yadi-da. Va o'sha ta'minlash manbayimizda chiqishlarni uzib qo'ydi. Va sxemamiz kuyib ketishdan saqlanib qoladi. Mana sxemani ishlashi bilan ham tanishib chiqdik. Eng oddiy ta'minlash manbai radio havaskorlarimiz uchun juda ham keng tarqalgan sxema edi. Bu darsimizda ham boshqa darslarimizda bo'lgan sari darsning oxirida savol qoldirib ketaman. Savolim quyidagicha: oddiy uyimizdagi rozetkamizda necha amper tok bo'ladi? Javoblaringizni video ostidagi izohlarda qoldirishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Biz bilan keyingi darslarimizni kuzatib boring.